Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 5 aprel. Xudo xolasa sizlarga avtomat korobka Cobalt mashina qo'yib beraman. Egalaridan 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz 100% kraskasi toza. Narxi 130 million so'm. Yurtdoshlar, sizlarga hozir mashinaning holatlarini ko'rsataman. Mashinamizda metallari qo'yilgan. Yurgan kilometr 21 mil. Holatlari zo'r, qirilib qirchilib batganlari yo'q. Yaxshi minilgan mashinamiz. Zarurlikdan sotadilar mashinamizni. Ve holatlari hech yerinde qirilib qirchilib batgan yerlari yo'q. Kelasizlar, xudo xolasa karva gapda sotadi. Mashinamiz ziqa 2 sivetda 130 million so'm. 1 so'm yarim so'm ustida qaytib ham beradilar. Shu videoga bir dona like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa oladi odamlarga yetib boradi. Mashinamiz karva gapda sotadi debdi. Kelaverasizlar.